Endi Alisa o'zbek tilida gapiradi. Raqamli texnologiya vazirligi tomonidan tashkil etilgan ITSFIK xalqaro texnologiyalar yarmarkasida eng qiziq yangiliklardan biri bu Alisa Yandex stantsiyalarining endilikda o'zbek tilida ham gaplashish funksiyasi qo'shilganligi bo'ldi. Bu yangilik o'zbek tilining xalqaro texnologiyalar maydonida keng qo'llanayotganidan dalolat beradi. Yaqin yillargacha hatto Google, Telegram va boshqa ko'plab ilovalarda qozoq, qirg'iz va hatto hech kim gaplashmaydigan sanskrit tillari mavjud edi-yu, lekin dunyo miqyosida 50 million inson so'zlashadigan o'zbek tili hech qanday ilovada topib bo'lmasdi. Bugun esa barcha yirik ilovalarda o'zbek tili funksiyasi qo'shilmoqda. Bu albatta o'zbek tili nufuzining dunyo miqyosida ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu natijalarga albatta tilimiz obro'sini doim himoya qiladigan Milliy tiklanish partiyasining sa'y-harakatlari beqiyosdir. O'tgan davr mobaynida Milliy tiklanish partiyasi o'zbek tili nufuzini ortishiga xizmat qiladigan ko'plab qonun loyihalarini parlament muhokamasiga olib chiqdi. Yangi qabul qilinayotgan va tilimiz obro'sini kamsituvchi har qanday qonun loyihasiga qarshi ovoz berdi. Aslida tilimiz nufuzini himoya qilish faqatgina bir partiyaning emas, balki shu tilda so'zlashayotgan har bir insonning vazifasidir.